erim ruxsat bermayapti, qaynanam udyapti. Keyin ichida bolasi o'lib qoladi. Keyin kim aybdor? Doktor aybdor. Homiladorman va yaqinda tanishlarim aytdi. Agar davleniyang ko'tarilsa, bolang o'smay qoladi, rivojlanishdan to'xtaydi. Rostdan ham shunaqami? Homiladorlikdagi yuqori qon bosimi, ya'ni gipertoniya bu juda ham xavfli holat hisoblanadi. Ayniqsa doimiy 140 ga 90 o'lchaganinglarda chiqsa, bu qon bosimi bola va onani hayotiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qon bosimi oshganida onadan homilaga boradigan qon oqimi keskin pasayib ketadi. Buning natijasida esa homilada o'tkir kislorod yetishmasligi, homilani rivojlanishdan ortda qolishi, yo'ldosh yetishmasligi va buni natijasida erta chala muddatidan oldin tug'ilishi, hatto eng yomon holatlarda homila onasini qornida nobud bo'lishi mumkin. Ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holat bu homiladorlikning oxirgi trimestrlaridagi gestoz hamda preeklamsiyadir. Bu o'zgarish homiladorlarda doimiy bosh og'rishi, holsizlik, oyoqlarda shish paydo bo'lishi, siydikda oqsil paydo bo'lishi bilan kechadigan holatdir. Mana shunday o'zgarishlar sizda ham kuzatilsa nima qilish kerak? Avvalambor har 2 haftada qon quyuqligini nazorat qiling. Har kuni kun davomida qon bosimingizni o'lchab turing. Me'yorida suyuqlik iste'mol qiling va tuzni ham normada iste'mol qilishga odatlaning. O'z sog'lig'ingizni aslo e'tiborsiz qoldirmang. Doim yodda tuting. Sog'lom homiladorlik, sog'lom ona va sog'lom farzand negizidir.